Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shaftollar qanchadan bo'lib chiroyli shaftollar ekan hammasi advorni, ha? 30 ming so'mdan. Shaftollar lekin kalibri juda ham yaxshi, tagigacha hammasi bir xil. Ba'zi joylarda usti katta, tagi mayda bo'ladi, lekin akamizda unaqa emas ekan. Hammasi sifatli. Akamiz arentorlari hozir ko'rsatgan tarvuzimizni oldida savdo qilyaptilar. Olmalarimiz qancha bo'lyapti aka? 15 ming so'mdan, ha? Agar ko'p oladiganlar bo'lsa, kelishtirib berasiz, ha? Misol sotuvchilar, olib sotirlar bo'lgan bo'lsa, kelishtirib berasiz. Siz optimsiz aka, to'g'rimi? Akamiz optimchi, chunki mana bilsa bo'ladi tovarlardan ikkita uch xil tovarlari bor, lekin ko'p miqdorda optimchilar odatda shunaqa savdo qilishadi. Bemalol kelib mana shu arentordan sotib olishlaringiz mumkin. Arentor xuddi shu Chorsu pastdagi metroning orqa tarafi Dehqon bozor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Olmalar qanchadan bo'ldi, xola? Olmalar 10 mingdan borgan sari arzonlashib boryapti. Mana opamizda katta miqdorda bor, bemalol olib sotarlar, do'konchilar kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari hozir sezon boshlandi. Bemalol kompotlar, murabbolar uchun yaxshi variant. Buni ta'mini bilgan biladi, bu juda ham shirin, bahorga shirin olma bu. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Opamizda mana ham orqada banan korobkalarda 500-600 kilo olmalari bu, hammaga yetadi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Arentor, Chorsu Optim bozor, metroning orqasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchanayapsizmi? Olmalar, shaftollar qanchadan bo'ldi? Mana bu olma qancha bo'ldi? 15 ming so'mdan, ha? Shaftli qo'yma 20 ming. Bu 20 mingdan, ha? Boshqa joyda qimmatroq edi. Akamizda arzonroq ekan, katta-katta adborni. Ha? Akamiz dehqon ekanlar, o'zlarining bog'laridan keltirilgan hammasi. Dehqonni bilasizlar. Boshqa o'l sotarlarga nisbatan arzon sotishadi, tezroq sotishadi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Akamizda mahsulotlar ko'p turmaydi, tez sotilib ketadi. Chunki dehqonlar. Mana boshqa joyda 30 ming, 35 mingdan sotilardi, akamizda 20 ming so'm ekan. Har kun shu yerda bilasizlar, har kun shu yerdalar. Arentor, metroning orqasi, Chorsu bozor, Dehqon bozor. Akamiz ismlari Sobir aka. Bemalol kelib, so'rab surishtirib, akamiz topib olib, xarid qilishingiz mumkin. Ayni xalqimizga juda ham sifatli mahsulotlarni olib chiqargan akamiz. Mana yashikka terilishdan bilsa bo'ladi. Chiroyli qilib terilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, shaftollar qanchadan bo'ldi? 25 mingdan. Shaftollarimiz terilichiga qaranglar, hammasi adborni chiroyli qilib, hammasi bir xil qilib terilgan. Bu yerda kichigi yo'q ekan, hammasi bir xil ekan, aka. Aka, dehqonsiz, ha? Ha, tirikchilik. Xo'p, yaxshi aka, boshqa joylarga nisbatan arzonroq ekan. Bu o'ringlar qanchadan bo'ldi? Yaltiroqlar. Yaltiroqlar 25 ga 20. 25 ga 20. Aziz do'stlar, deyarli farqi yo'q. Bemalol murabbo, kompot uchun yaxshi variant. Xonam bor. Piano Venger bor. Qarinaga bo'lsa 15 mingdan beraman. Bular 15 ming so'mdan, ha? Buchi? 20 mingdan. 20 ming so'mdan. Buni ha, turshagini qilsalar bu juda ham mag'izli turshak bo'ladi. Hammalaringiz bilasiz, bozorda turshak 100 mingdan qimmat bo'lib turibdi. Shu yil hammaning xabari bor. O'riklarni sog'urdi, hamma ko'pchilik joyda bo'lmagan. Bemalol olib, turshak qilib qishga olib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bular qanchadan ekan? Olxo'rlar 10 mingdan. Olxo'rlar 10 ming so'mdan, ha? Sizda arzon ekan, nima uchun arzon aka? Endi joydan kelib 8 mingdan qilib beraman. Akamiz joydan, arzon joydan dehqondan olib kelganlar uchun arzon narxda sotarganlar. Xalqimiz uchun juda ham yaxshi variant, do'stlar. Arentor o'sha Dehqon bozor, metroning orqasi. Hozir biz bir joydan qimirla olmayapmiz, chunki shu yerda juda ham arzon mahsulotlar ko'p ekan. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. O'ringlar qanchadan bo'ldi? Katta-katta adborni yaltiroqlar ekan, ha? 20 ming so'mdan. O, zo'r. Kattaligini ko'ringlar buni. Zo'r ekan. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Tozalikni sevadigan, chang tegmagan meva kerak menga deydiganlar uchun mana sizlar uchun yaxshi variant. Shundoq terilyapti, tozalanyapti va usti strich bilan chiroyli qilib, chang tegmaydigan qilib qo'yilgan. Opa, narx qanchadan buni? Assalomu alaykum. Ha? Shu kilolar bo'lsa qancha, ko'proq bo'lsa qancha?
To'g'raga 30 ming so'mdan. To'g'rasi bilan olsangizlar, kilosini 30 ming so'mdan qilib berar ekanlar. Lekin bori juda ham shirin shaftoli, buni bilgan bo'ladi. Hamma joy qizil, bir tekis qizil shaftoli bo'ladi. Bu juda ham shirin. Navi nima edi buni? Juda ham mazali shaftoli. Xarid qilishingiz mumkin. Biror joyga sovg'a salomga borganda, mana shu bitta to'g'rasini ko'tarib borsangiz, juda ham xursand bo'lishadi. Opamiz ayni sovg'a bob qilib tayyorlab qo'ygan ekanlar. Mana akamizda giloslar bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Giloslaringiz ko'p ekan, aka? Ko'p ekan. Qanchadan bo'ldi aka? Bular 65 mingdan qo'yib beraman. 65 ming so'mdan? 65 mingdan. Kalibr, bunaqa kalibrli gilosni ko'rmadim, lekin vobsh katta ekan. Puliga arziydi. O'rikda-ya kattaligi. O'ri aka adbor. Adborni ekan hammasi. 65 ming so'mdan deyaptilar. Dasturxonni ko'rki bo'ladi bu. 5 kilo chiqadi. Kiloga berasizmi? Kiloga beraman. 65 ming. Aka Optimga qanchadan berasiz? Olib sotarlar yoki do'konchilar oladigan bo'lsa? Oxiri 60 ming qo'yib beraman. 60 ming so'mdan, ha? 60 ming so'm. Narsa bo'ladi aka, mazza qilib taygacha zo'r. Bu marketlarda 100 mingdan past bo'lmasa kerak, bu, ha, to'g'rimi? Buni aka yirigini, shundan sal shuni tozasini tepaga 150 mingdan beraverdim, tepaga. Ha. Vaqtda 200 ming, 250 ming sotishar. Voy. Tepaga. Yuqori bozorda 250 ming sotiladigan gilos, pastda 60 ming so'mdan. Optimga oladiganlar uchun. Agar kilolab oladiganlar bo'lsa, bemalol 65 ming so'mdan sotar ekanlar. Hech qanaqa raziyasi yo'q. Bemalol olib dasturxonni ko'rkib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan endi murabbo, kompot bilasizlar-ku. Hamma o'zini retseptida tayyorlaydi. Bemalol akamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana Arentir, Dehqon bozor, pastki Optim bozor, Chorsuv. Akamizda tovar juda ham ko'p. Har kuni shu yerda bo'ladi, adashmasam. Yaxshi variant.